Rossiyada ulkan olmos topildi. 2025-yil Rossiyaning Yakutiya hududi. Yer qa'ridan chiqqan narsa oddiy tosh emas edi. Bu tarixdagi eng yirik olmoslardan biri. 340 karat. Soflik darajasi mukammal. Bu topilma nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy rezonansga ham sabab bo'ldi. Olmos Rossiyaning eng sovuq va boy hududi Yakutiyada topildi. Bu yerda harorat -50 darajagacha tushadi, ammo yer ostida milliardlab dollar yotadi. Topilgan olmos 340 karat. Bu 68 gram. Uning tiniqligi va rangi uni dunyodagi eng noyob toshlardan biriga aylantiradi. Ekspertlar uni 50 million dollarga baholamoqda. Bu olmos dunyodagi eng yirik topilmalardan biri. Kulinan, Koh-i-Nur, Lesedi Larona, endi bu ro'yxatga Rossiya olmosi ham qo'shildi. Rossiya bu olmosni ichki iqtisodiy barqarorlik uchun ishlatishi mumkin, yoki uni xalqaro auksionga chiqarib siyosiy kuch sifatida ishlatadi. Bu oddiy tosh emas, bu geosiyosiy vosita. Savol tug'iladi. Bu olmos kimga tegishli bo'ladi? Davlatgami? Xususiy kompaniyagami? Yoki u xalqaro kolleksionerlar qo'liga tushadimi? Bu olmos tabiatning bizga yuborgan xabari. U boylik, kuch va go'zallik timsoli. Ammo u bilan nima qilamiz? Bu bizning tanlovimiz.